Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, meni aniq yomon ko'rib qolasiz. Bundan oldin bitta video ko'rgandim, er-xotin bloger mashinada sayohat qilishganini va shundan beri meni uyqum qochgan. Necha marotaba o'xshamagan urinishlardan so'ng men turmush o'rtog'imni ko'ndirdim va nihoyat toqqa, ochiq havoga sayohatga yo'l oldik. Ha, aytgancha bu videoni doimo pulim yo'q deb bahona qiladigan turmush o'rtog'ingizga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Sababiki biz gostinitsaga hech narsaga pul ishlatmadik, faqatgina ovqatlanishdan tashqari. 21 yoshga to'lib shuncha joylarga sayohatga borib, hech ham toqqa kechasi yo'lga chiqmagan ekanman. Kechasi tog'i T harfi ham ko'rinmagani uchun zerikib ketdim. Xo'sh, qani Risolat, siz ham hech tinch o'tirmadingiz. Mashinada uxlash qanaqa bo'lar ekan deganlar uchun bittagina haqiqatim. G'it rasvo. Yo'q, bu yomon fikr ekan. Kechasi bilan uxlamadim, ag'darilib chiqdim va ertalab hamma yerim og'ridi. No mayli, bu narsani boshlagan o'zim, chunki Instagramda Reels videoda ko'rgan ikkita blogerni boshi zo'r sayohat bo'ldi, zo'r deb maqtagani uchun men ham turmush o'rtog'imga iltimos qilgandim. Lekin menga yoqmadi baribir mashinada uxlash.